Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq muhojirda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarim. Men bu videoni yechishimdagi sabab bizning Saudiyada yashayotgan 4 nafar Uyg'ur qarindoshlarimizni Saudiya hukumati Xitoyga qaytarish oldida. Shu sababdan barliq tashkilotlarni va ommaviy siyosiy organlarni, undan keyin aktivistlarni va xalqaro jamiyatni biz bu 4 nafar Uyg'ur qarindoshlarimizni qutuldirib qolishga murojaat qilamiz. Shu sababdan barliq qarindoshlarimizningki qo'lidan kelishicha hech qanday bir yordamini aymasdan bu 4 nafar Uyg'ur qarindoshlarimizni qutuldirishga yordam qilishini o'tinamiz. Va oxirida barliq qarindoshlarimizningki bizning bu sosyal medyada tarqatgan bu uchurlarimizni ham bahrlab butun hamma insonlarninki shu o'rinlarga yetkish qadar buni taqitib shu 4 nafar qarindoshlarimizning qutulib qolishiga bir vasila bo'lishimiz uchun buni beryapmiz qarindoshlar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Chunki biz Uyg'ur millati vatanda irqiy qirg'inchilik uchrayapmiz. Chet elda bo'lsa mana shundoq xohlagan davlatlarninki Xitoy bilan manfaati to'qnashganda shunday qaytariladigan qurbonlik qo'ydan iborat bir Aşında narsaga aylanayotimiz qarindoshlar. Shu sababdan muhojiratda hamma narsa chiqqan, qonunliq bo'lgan, pasportga ega bo'lgan, grajdanlik olgan qarindoshlarimizningki siyosiy partiya, siyosiy liderlar, undan keyin aktivistlar va boshqa tashkilot, dernek o'rinlar bilan tez fursatda aloqa qilib turib, davlat organlari bilan aloqa qilib turib bu ishni keng ko'lamda bir tashviq qilishni, bularga yordam qilishni umid qilamiz. Va shuning bilan birga biz Uyg'ur millati uyushqoq millat degan nomni olgan millat. Shunga qarindoshlarimizninki bu ishlarga bir sal qaramay qo'ldan kelishicha yordamda bo'lishni umid qilamiz. Bu 4 nafar qarindoshlarimizninki birisi kichik bola, 13 yoshga kirgan qiz. Qizimizga o'xshash. Yana birisi bo'lsa o'zimizning hadimizga o'xshash. Qolgan ikkisi bo'lsa o'zimizning aksiga o'xshash bizning qon qarindoshlarimiz. Shu qarindoshlar birlikda buni kuchaydi, xalqaro jamiyat, tashkilot, dernek, hukumat o'rinlarninki birlikda kuchishini umid qilamiz. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Bilal İbrahim Turkistani, Amerika Qo'shma Shtatlari, Washington.